Qorong'u zulmat, hech kim yo'q. Ustimon tirpoq shap-shap. Bag'dan kelgan imom yo xotinovi mulk surasini o'qib ketyapti. Qabr azobi yengilroq bo'lsin deb. Bizda qaysidir amalimiz bormikanki, jannatni orzu qilayotgan bo'lsak, jannatga kirishi vojib bo'lgan 10 sahobalar ham umrining oxirigacha jannatga loyiq bo'ladi ketdi. Bizda nimamiz bor? Mehmondorchilikka borsak 2 dona non olamiz. Ulfatlar bilan borgani esa o'tirishga boyagidan olamiz. Javonalarni aytmasa ham bo'ladi. Hamma joy o'zim borish odobi bor, lekin qabristonga qanday boramiz? Qay tartibda? Bizni kimlar yetadi? Kim o'qiydi? Savollar qiyin.